Ya assalomu alaykum hammaga tuzumizlar charchamoqchilarmi? Mana 09imiz hali ham turibdi. Bizda qor boshlanib ketdi. Ana prikolga o'xshab qor yog'yaptimi? Qor yog'di. Voy qor yog'dimi? Biz shudring deb o'ylamiz emas. Rostdan qor yog'yapti mana. Xo'sh, ishlab yotibmiz shu kunda ham. Xo'sh, zapchasa qori tagida. Xo'sh, nima deydi mana? Volga, stupitsalar, gaz ballonlar mana. Xo'sh, kimning uyda sotiladigan mashinasi bo'lsa, yaxshi sostoyanida sota olmayotgan bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, postimga bepul qo'yib beraman reklama. Pul kerak emas. O'zimizning obunachilarga. Bizning YouTube kanalimiz ham bor, YouTube kanalimizda kuzatib boringlar. Telegramimiz ham bor, 93 069 262. Xo'sh, Telegramdan videolarni tashlasanglar, narxlarini tashlasanglar, xo'sh, postimga qo'yib beraman, xudo xolisa sotilib ketadi. Mana Parkent tumani, Toshkent viloyati, Zarkent qishlog'i. Hammasi qor tagida, lekin yaxshi, nima deydi? Ishonarli demoqchimanki, ishlab kelib yechilgan. Mana Damazimiz turibdi hali. 09 maloshnigimiz, dokumentalligimiz ham turibdi. Nexia'ning Mario shopri eshigiga sotildi. Gaz ballonlar bor, $100 hali ham yiliga qarab, rosa qimmati 1,5 million bo'ladi. Yiliga qarab 1 millionga ham chiqadi. 8 mingga ham chiqadi gaz ballonlar. Bu qor endi rostdan qor bo'lib ketdi bu. Asidinalar. Aloqaga chiqinglar. Obuna bo'lib qo'yamiz. Bangillatib tashlanglar yuraychani. Hammalarga rahmat.